Jigarlar, men vaqti tushunmayapman. Nima uchun klubimizga ishonch yo'q? Nima uchun ishonmayapsizlar? Hamma o'ylayapti Manchester City Realni chiqazib yuboradi Chempionlar Ligasidan deb. O'tgan yil ham xuddi shu ssenariy takrorlangan edi. Manchester City bilan tushgan o'tgan yili bir emas ikkita o'yinda g'alaba qozongan. Etihadga borib ham yutib kelgan, Bernabeuda ham xorlagan Kylian Mbappeni o'zi. To'g'ri, bu safar Kylian Mbappe yo'q. Tarkib juda ham achinarli holatda. Bitta Vinicius'ni o'zi, himoyamiz ham unaqa zo'r emas. Lekin ishonch bo'lish kerak-ku jigarlar. Ishonch. Nima uchun biz ishonamiz Realga? Haqiqiy comebackka DNKsi ulada bo'lgani uchun. Qanaqa og'ir vaziyat bo'lsa ham vaziyatlardan chiqib keta oladigan klub bo'lgani uchun biz ishonamiz. Shuning uchun kayfiyat tushirmaymiz. Kelayotgan haftada Manchester Cityni Bernabeuda yutamiz. Xudo xohlasa yutamiz. La Ligacha La Liga. Nima uchun La Ligaga ishonmayapmiz? Endi 27-tur tugadi kecha. Hali yana 11 ta tur bor. Nima o'ylaysizlar Barselona qoqilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Ular ham qoqiladi. Ularda ham oldinda qiyin o'yinlar bor. Albatta, jamoamiz Real Madridda ham qiyin o'yinlar bor. Lekin bizda ishonch bo'lishi kerak, bolalar. Qanaqa vaziyatlardan olib chiqib ketgan eslaylar? Qanaqa vaziyatlardan? 2024-yilda ham podrяд qiyin raqiblar tushgan. City tushgan, Bavariya tushgan, o'shalarni yutib finalda g'alaba qozonganmi? 2022-yildachi PSG, Chelsea, City finalda Liverpoolni mag'lubiyatga uchratib, bizga qanaqa emotsiyali g'alabalarni berganini esdan chiqarib qo'yapmizmi? Sher yaralangan holatda ham, jon berayotgan holatda ham, o'layotgan holatda ham u baribir sher. O'lgandan keyin yonida o'sha shakalla kelib, xingillashib kuladi. Hali o'lgani yo'q jigarlar. Davom etamiz va Madrid jamoamizga ishonamiz. Bu videoyimni motivatsiyasi tushib ketgan, Realga bo'lgan ishonch qolmagan o'rtog'inglarga jo'natib tashlayverasizlar, madridistlarga jo'natinglar, haqiqiy realchilarga jo'natinglar. Bitta like bosinglar, kommentariy yozinglar va bitta podpiska bosib qo'yishni ham esdan chiqarib qo'ymanglar.